Oilamizdagi uyg'urcha lag'monni o'rgataman. Laxm go'shtlarimizni yuvib, salominka qilib tura olamiz. Idishga solib, tuzlab, soya quyamiz. Ketidan zira-pira qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bolgarskiy shashlovchaklarimizni olib, uzunchoq qilib kesib chiqamiz. Piyozlarimizni ham shu ketma-ketligidan. Voy xudo, yig'lab, o'ynab olib, shirindan shakar pomidorchalarni to'rab, o'zimizga va boburni og'ziga ham tiqib yuboramiz. Marinovka bo'lgan go'shtlarimizni yaxshilab jizbiz qilib olib, sabzavotlarimizni отдельно 20 minutga qovurib turamiz. Qovurilgan go'shtlarimizga pomidorchalarni solib, tushit qilamiz. Sevimli brokolilarimni shunaqa uslubda 15 minutga qoldirsangiz idealni bo'ladi. Sabzavotlarimiz qovurilib bo'lgandan keyin hammasini bitta qilib dimlab olamiz. Katta qozonimizga ozgina yog', soya qo'shib, lag'monlarimizni qovurib tayyor qilib olamiz. Eng muhimi bezatish. Chetlarini zelin piyoz qilib, improvizatsiya qilib olamiz. Qalampir, non terib olib, so'laklarimiz oqib ketadigan ujin tayyorlab olamiz. O'sha davrda adajon yeb ko'rmasa bo'lmaydi deb tez chiqib ketdik. Yo'lda Safiyani aksiyasi esimga tushib ketdi. Tez kirib oldik. Kechki soat 21:00 dan keyin ikkita bulochka yoki kurasan ikkita olsangiz, uchinchisi tekin. Tez bularni hammasini olib, oyijon bilan qizlarni xursand qilishga keldik. Ovqatlarni ochib olib, oling qilib olib, adajon 10 dan 100 baho berdilar. Retseptni saqlanish qilish esinglardan chiqmasin.